Assalomu alaykum. Menga qanday ssenariy berilgan ekan degan insonlar albatta diqqat bilan eshiting. Bu yerda ota liniyasi, buni men oldingi shortlarda ochdim. Bu yerda turmush o'rtoqni qanday insonni o'zingizga jalb qilasiz, bu yerda esa qanday ssenariylar sizda bor. Minus holatingiz bu siz bilmaysiz, palapartish yashaysiz, plus holatingiz siz bilasiz va siz tanlov qilasiz va o'zingiz ustingizdan ishlaysiz. Mana endi bu insondagi men hozirgi kelgan nuqtam 12-chi, ya'ni ssenariyga keldim. Bu yerda minus. Minus holatda 12-chi ssenariyda kutish bor, sabr qilish bor, o'zini kechiktirish bor bu ayolda. U o'zgaradi degan kutish bor. Shunday ssenariyda yashaydi. Har doim ichingizda bir kun o'zgarishadi, bir kun meni qilgan mehnatlarimni biladi, bir kun emas, bir kun menga e'tiborini qaratadi degan kutish bor. Bu kutuvchi ayol o'zini unutib qo'ygan ayol ssenariysi. Bu minus holatida. Endi esa qabul qilinganda nima qiladi? Plyusga aylanganda bu inson bu energetikani qabul qiladi, reallikni ko'radi va qo'yib yuboradi, tez qo'yib yuboradi. Bu insonda obrazi, ayolda obrazi yengil, ozod, o'zini asraydigan ayolga aylanadi. Buni aktivlashtirish uchun albatta chuqurroq o'rganish kerak. Endi qarangki, bu 22 yoshdan 35 yoshgacha bu ssenariy bo'ladi. Ikkinchisi esa 12 energetikada, ya'ni 35 yoshdan 45 yoshgacha. Takrorlanyapti bu insonda. Yana qanday? Yana kutadi yangi ssenariyda bir xil masalan erkak uchraydi, ya'ni erkaklar ham o'g'illaringiz ham xuddi shunday ssenariyni sizni kuttiradi, sabr qildiradi, неопределенный, noaniq munosabat bo'ladi. Unda siz yozasiz, javob kelmaydi ayni paytida, siz birinchi o'rindagi inson emassizda, prosta siz eng oxirgi o'rindasiz va nima deydilar ekan, nima qilar ekan, mana shunday emotsionalniy kachelada yashaydi. Endi qarangki, ssenariy qaytalayapti, bir xil o'sha erkak bo'lyapti, o'sha turmush o'rtoq yoki ajrim albatta bu holatlarda bo'ladi. Bir xil og'riq beryapti, yana bir bor urinib ko'ryapti bu inson. Shunaqa ssenariy keldi. Endi qanday? Charchagan, lekin o'zi o'sha tupikdan chiqa olmayotgan ayol obrazi. Agar qabul qilganda nima qiladi? Bu inson ikkinchi marta ham takroran shu ssenariyda yashayotganligi uchun siklni to'xtatadi, yangi tanlov qiladi, o'zini tanlaydi. Qanday obraz bo'ladi? Ssenariyni yopadi. Yangi hayotga chiqqan ayol sifatiga o'tadi. Shunday qilish kerakki, inson o'zi bilan ishlaydi.